Meni shu kasallik ancha yillardan beri qiynardi. O'zi qilib ko'rishganda davolansam bo'ladi. Faqat bu vaqtinchalik. Bolajon tenjonlar sog' bo'lsin. Hamda Shuhratjon operatsiya qilishdi. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Meni shu kasallik ancha yillardan beri qiynardi. Ko'p o'zim davolanib yurardim. Doktorlarda urologiyalarga borib har xil muomalalarni, muolajalarni oldim. Yildan yilga sekin og'irlashib borib oxiri shu kasallik meni qiynab yurardi. Shu tavsiya bo'yicha doktor aga kelib buni operatsiya qilishlikni yaxshi o'zim ixtiyor qilib ko'rdim. Keldim, doktorlar bilan maslahatlashdim. Tenjonlar sog' bo'lsin, bu doktorlar menga tavsiyalarni berishdi. Avval lecheniyada meni o'zi qilib ko'rishganda davolansam bo'ladi. Faqat bu vaqtinchalik. Keyin yana shu qayta ulayverasiz. Deyishganda nima tavsiya berasizlar desam, menga shu operatsiya qildiring. 1 soat, 1,5 soatda qutulasiz. Shu bilan bir umrga Xudo xolasa bu darddan siz forig' bo'lasiz deyishganda menga bu ma'qul keldi. Xursandchilik bilan o'zim tayyorlashdi. Laboratoriyalarga analizani topshirdim. Juda hammasi sog'lom, yaxshi chiqdi. Shundan keyin meni operatsiyaga tayyorlab operatsiya qilishdi. Bu operatsiyada Iqboljon tenjonlar sog' bo'lsin. Hamda Shuhratjon operatsiya qilishdi. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Operatsiya davomini o'zim boshdan oxirigacha nazoratda qarab ko'rib turdim. Shu operatsiyani nihoyatda chiroyli, yengil o'tdi. Hammalariga undan men roziman. Operatsiyadan chiqdim. Xullas mana nihoyatda yaxshi chiroyli shifo topdim. Xursandman, o'zim ham tanajonim sog', hamma narsa yaxshi o'rniga tushdi. Bundan sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Agar iloji bo'lsa, kimnidir shu kasallik, bemorlik kasallik qiynayotgan bo'lsa, kelib chiroyli shifo topinglar. Nihoyatda bu yerda sharoitlar yaxshi. Xonalar, bu yerdagi qizlar, medsestralar ham sharoitlar o'ta chiroyli, go'zal. Bulardan hammalaridan men roziman. Tenjonlari sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Meni povurlari ham tenjoni sog' bo'lsin. Shunaqa ovqatlar shirinki, o'yda ham bunaqa chiroyli ovqatlarni qilish topolmaysiz deb почти. Nihoyatda yaxshi. Bulardan xizmatlardan mamnunman. Alloh rozi bo'lsin. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Shu yerga kelib chiroyli dardlaringizdan forig' bo'linglar. Bulardan ishlarga rivoj tilab qolaman. Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Hammaniga shifo tilab qolaman.